direktor. Qaysi kuni sizning bana nima demoqchi bo'lganligingizni tushundim. Men bundan 8 yil burun muhabbatda ig'ir asar yegan. Mendagi hissiyat shu chaqda o'lgan. Shundan keyin men birsini qayta yaxshi ko'raman. Xuddi siz to'y qilmayman degan hozga o'xshash. Men birsini yaxshi ko'ramayman. Siz to'y qilmaysiz. Bu qorilmaydigan taqlima. Şunlaşqa. Nima şunlaşqa? Şunlaşqa. Bu o'ylashadigan masala emas. O'tmishingizni surishtirmay sizga e'tibor qilsam-chi? Bunda qilsangiz mening bu yerda turishim tasga to'xtaydi, direktor. Bilma. Siz yaxshi odam. Men faqat sizning yeningizga yordamchi bo'lsam-la bo'ldi. Sizning shunday o'ylashingizni umid qilaman. O tehdit odamsiz. Tehdit? Bu qanday gap endi? Keldingmi bolam? Gel. Ben keldim. İşlag'im men bor. O'zim bir taraf qo'ydim, xotirjam bo'l. Lekin sen doktorxonadagi vaqtimda yo'qlab boramizdan dada. Meni kechiring. Hech gap yo'q. Sen de ansirab qolding bolam. Meni kechir dada. Bo'ldi. O'g'il olma yig'lamdi. Ha? Jira.
Qaytib keldingmi? Niye yürüyorsan bu? Yo'lni o'tib ketib olgach, kirib chiqay deb kirishim. Nima qaratattın? Dadamning so'qmoq do'konini qarab turdim. Vaqt pek tez o'tgan-a. Biz mush do'konning oldida o'ynaydik. Hash pesh degiz çok cho'ngladan bo'lib ketibdik. Jira. Ada, Nima bo'ldi? Biray yipon bormi? biz bu do'konni boshqacharoq o'zgartib olsak qanday qilsa? Qanday deysan? Birisi bu do'kon bilan o'yinning o'rniga yaxshikan. Bu so'qmoq do'koni sal zoya ketibdi. Pul topadigan bir ishni qilsanglar deydi. Nima deyapsan? Ada, senmi bilsan? Dadam yashinib qoldi. Uning ustiga yaqinda salomatlik faqat yaxshi emas. Kechki so'qmoq setib jafo tatib avara bo'lgandan tayyor pulni elib, xotirjam orom olib yashasi yaxshi emasmi? U deganing-ku to'g'ri. Lekin uning uchun behchiq mablag' ketadi. Biz u pullarni nazm topamiz. Navod bir mablag' chiqas qo'shlamsa. Mablag'? Aka, bir aile kişileri cem bulup tamak yemegili bek uzun bop ketipti hocama. Efkan ben ançımın çiş kılıp usam bulamdı ne mi? Ballarım bile cem bulalaydıken biz emez mi? Voy dada, ne gaplarni qildi ekansan kayfiyatimni buzib. Oy aka, herkes bundak yakmağına. Oy, sen jıkılıp düşüydün, korkunumdan ve 10 yıllık ömrüm kıskırak etti hocama menen. Şu tağa, çakçak kılıp mı herkes bunda demen cuma? Tağa, tünögünçü hemmedin bek küçük ağını bizden mömüncümü. Şu bu tünögün bir sınla telefon almaysılar, bir sınla doktorxanda, yeni bir sınla talada işterip. Tünögün mömün bolmagan bolsa, tağamni kimmi jüdüp abirat deydi doktorxanga? Ras. Namı tağa. Eğer tünügün mümincan bulmayan olsa, ben hayatımdan ayrılışım mümkün. Ya şıkılıp mümincandaki yaxşı bir kuyuğulunu bundak tepiş asan emez. Tağa, bekle maktif ettiniz. Size köp rahmet cuma. Aka, bunun kim bağ o? Muşundak ciddi vakit işleyip жүрген aile azasını ben nop istep жүрдün, üçürüp etçi mi? Amma, bo'ldi qila. Bak ama xo'shal gap yat buzib qo'ysa. He. Ma'qul. Hazır çıkay. Ben çıkay, aşkanda kela telefon qoptu. Ha bala, Onu ya. öyle gürüş kamaptı kirgen vaktin gürüş ağaç kire. Bo'ldi. Hem sizler aldırmay oturup yanlar ha? Dada, sen rastdan hiç iş bo'lmadimi? Doktor hech qanday mas'ul yo'q dedimi? Aslı mesele yok bula. Hatırcam bulanı. Tağamninki sünküdün mesli yok ki. Hiç sen bulmap da tağa. Ha? Ben sürep qoldim. Ada, menimcha so'qmoq do'konini ochmasa qanday bo'ladi? Filmi o't ichiga bo'libdi. Sen mo bak jafo tatib ketding. Endi chiroyli aramasanmiki? Nim deydigan cesur. Ey bu sokmak dükkanını açmışsak, turmuşumuz nim bil qamdaymiz? So'qmoq do'konini ochgandan ko'ra ko'proq pul topadigan bir ish qilsak bo'ladi. Masalan, ya bo'lmasa go'zallik saloni quramiz, ya bo'lmasa chiroyli zinnatlab ijaraga beramiz. Dadamni muqim kirimni olib rahat barag'atda yashasi yaxshi emasmi? Aka güzellik salonu demse? Ha? Hacep. Nega? Salon qurdiganga bu do'kon kichik kep qolavka. Uy bilan do'konni birlashtirsak bo'ladi. Bizning do'kon bilan uyning o'rni yaxshi. So'qmoq do'koni ochgandan ko'ra boshqa ish qilsak, bundan ko'proq pul topib bo'ladi deyman. Hey, to'xtab tur. San kim shundaq deydi? Ha, biraz san shundaq deb o'rgatdimi? Ha. Qaynanam shundaq deydimi? Ammo bu haqning yaxshi ko'ngli qaynonam bu jihatdan sal yaxshi tushundi. Endi validang qiynanan aralashmagan dadamning do'koni qapti ekanmi? Shundigina
Bağans rədidin iş otamda olur mu? Bo'ldi, yiqilayimqan gumon qilmanglar. Balkim ularning bir yaxshi ko'nglidir. Dadamni yashnab qoldi. Keyingi turmushini bo'lsin bir rahat farog'at o'tkazsin deb o'ylagandi. Shundaqmi dada? Qiziq gap bo'ldi-da. Hay bu 30 yil ochgan do'konni ochmaymiz debla ochmoqliqmi? Ay gap deganni vaqo qara. Deyish oson bo'lgan bilan amillashtirmak tez. Yosh cho'ngib qolgan sirek harakatni ko'p qilmasa bo'lmaydi. Hey, baldırlı qeyirib qoldim deb uyga bekinib o'tirib olsa, ha? Mau meni yigelash kesilib bo'lib qoldi ekan. Televizorda yaqinda shundaq dedi. Ha, aka? Hamma Jasur unda demoqchi emas. Navad güzellik saloni qurib qolsak, dadamning qeyirg'ani kutinishimi kapolatga ega bo'ldi emasmi? Shuni o'ylagan gap. Dadam mo yashnab qoldi, bir umr jafo tortdi, endi bir rahat turmush kechiradigan vaqt yetib keldi. Bir güzellik saloni ochamdiq, ijara beramdiq, qanday qilsak bu pulni elib, yanchig'iga silib, ha dada? Butun dunyoni bir sayohat qilib kelmamsa, shundaqmi? O'zimning ojisi be. Jasur shunda demoqchi dada. Tushundim bo'ladi. Nerg'alita? Amir G'alita. Aja to'satlan bu do'konni salon qilgan qapta. Bayatin dedik-ku, dadamning salomatligi yaxshi bo'lmag'achqa, yaxshi uyda aram olsin degan gap. Tushundingmi? Ham tushundingmi? Sen qachon yoq dadamni ansiraygan bo'lib ketding. Undaq emas, pek ko'p o'ylab ketibsa. Unda emasmi? Men shunday emas. Saras dadamni ansirab shunday dedingmi? Bir tarafdan dadamni o'yladim, yana bir tarafdan amaliyotni chiqish qildim. Mana. Ey Jasur. Acha, men biletdim. Bunun o'tkir qolsa yana bir ishdan bog'lig'ini biletdim. Bunda emas edi. O'ylab beqinglar bu do'kon bilan uyni birlashtirib salon qilsak, bundan nechasi ortiq pul topa olamiz. Tayyor boyliqni iqtisod aylantiray dedim shu. Chiq o'ylabsa. Uy, do'kon hammasi dadamniki. Do'kon, men buni bilmayman. Lekin biz amaliyotchiroq bo'laylik-ku. Islam bilsa, dadam yashinib qoldi. Uning ustiga yaqinni-yoq salomatlik faqat yaxshi emas. Qiynalib so'qmoq sotgandan tayyor pulni elib, rahat-rahatda armonlagan yaxshi. Uning ustiga uy bilan do'konmi shamon bir kun bizga qoldi-ku. Nima bo'ldi? Sizlar to'g'ri o'ylashib boqmaganmi? Sening bo'ldi degan qandoq gap? Sen dadam hayot turib miros talashatamsa, ha? Jasur, bundaq gapni o'ylashib deyish kerak-chimi? Ya biz qachongacha bunda yashayveramiz? Dadam qachonga so'qmaqsa jafo tortadi-ku. Elim 30 yil bo'lib qoldi-ku. Ya bir yangilik yo'q. Ya bir boy bo'lib ketmadi-ku. Ya bir oshqanmadi-ku. Kunlardan o'tib ketaymiz bo'lmaydi-da. Biz sharoitni yaxshi foydalanib iqtisodiy qiymat yaratishimiz kerak. Bunda qilmasak, bu hammasi ahmoqonlikda. Lekin shundaqdimi? Do'kon dadamniki. O'zgartib ochamdi yo ochmamda o'zining ishi. Sen boshqa tumsan bo'ldi. Ha? Sizlar dadamni tushunmaygan emas-ku. Dadamga bir xalt pul tashlab bersam, pullar kori yo'q. Yana shu so'qmoqni gapini qildi. Unda o'z dadam mangumisdan jafo tortsinmi? Qaysar. Kamsanmo cho'mib qolding. Yiroqni ko'rishing kerak. Bir ishlar yakun chiqargan chog'da yaxshi o'ylanib, anondagi yakun chiqarishing kerak. Bu dadam uchun yaxshi bir tanlash yo'li. Ham bizning kelgusimiz uchun yaxshi bir tanlash. Sizlar o'ylab beqinglar. Biz uchimiz bir qarindosh. Uchimiz birlashgandilar. Ondan dadamni qoyil qildi. Yaxshi o'ylab beqinglar. Ha, keldingmi? Sat qiling. Yo'q-ku, ko'midim. Baba. Qamoqingiz yaxshimi? Nima? Oshnaqdanda? Voy, bu saron qizchu bir qaytam burniga yemasmi? Shuni. Ha? Kim o? Kimlar paranshatsiz? Voy, siz bilmisiz, bu keyin deb berma. Benim şu kim o zade? Onu çıkaranız bitipsiz. Voy, keyin deb beray to'xtang. Keyin deb beray?
Ne? Neden? Ha? O şundaqdan da? Ruxsatdan endiginki. Ha? To'g'ri. Voy. Xislat. Birdan Nima? Xislat keldimi? Voy, Spasiyada. Men havayı. Nima? Havayı? Qallongning derdi bormi seninki? Sen endi meni o'jram kirib havo yeysan degina? Ne bo'ldi? Bir ish bo'ldimi sana? Bir ish bo'pti. Mana bir gap deb qashmag'ana. Yushiryapsan mendana. Ne bo'ldi degina? Tapira nemish bo'ldi? Voy bo'ldi qilay aytish yo'q. Hey. Tapira nemish bo'ldi? Voy dedim, voy aytish yo'q da. Tapagin nemish bo'ldi? Voy. Sen acaba bir alayda ko'ngil olib ketding ha? Bir ehtiyojing yo'qdi? Men odat san ko'ngil bo'lmayman degina. Ayjin, ko'ngil bildiganim odam lozimjimi? Hey, nim bo'ldi? Kallamda behçik tügün. Qanday qilishini faqat bilmayapti. Bu odatda sen bir ishlarni shundoq keskin bir taraf qilatding. Nima ish u seni qiynayotgan? Cesur. Voy, kelib qolsizlar bu. Cesur tinchlikmi? Yaxshi opa. Necha kun bo'ldi siz uyga qaytmoqli? Sizni ansirab ko'rib kelay deb keldik. Xizmatlaringiz bek aldirashmoqchiman-da. Yaqindan oyoq kasal saljiq. Sal aldirash o'qiyotimiz. Ha. Turinglar, oyoqqa boraylik. O'tiringlar. Cesur, xizmatmi muhim. Lekin salomatlikmi pek muhimjimi? Salomatligingiz diqqat qiling bolam. Ma'qul. Rahmat opa. Texnashlik qilmagansiz. Sizga nashta deb keldik. Nashta qiling, ha? Rahmat. Sal turib yey. Bek charchab ketdingiz, yaqin beri aldirash ishlab. Issiq yevasingiz bo'pti-ku, bolam. Sal turib yey opa. Qana. Cesur. Bu men kasbahlik tuzatgan sizlarning do'konlarning bozor bahsi, qurilish chiqimi, shunday o'zgartgandan keyingi foyda qatorliqlarning tafsiliy materiali. Ha, ma'qul. Lekin dadamga tuyuqsiz do'konni gapini qilsam, uning qabul qilish uchun biroz vaqt ketgidek. Hech qisi yo'q. Aldirmayli. Vaqtingiz yetgan ko'rib baqsangiz bo'ldi. Ha, ma'qul. Men vaqt chiqarib tafsiliy ko'rib baqay. Darna. Cesurning xizmatiga ta'sir yetkazmay biz mangayli bolam. Birdan o'tiringlar. Bo'ldi mangayli. Mangayli amsa. Bo'ldi amsa. O'zingiz diqqat qiling. Lekin bo'lsangiz uyga berish unutmang, ha? Ha, yo'lda diqqat qiling. Ma'qul, xo'sh amsa. Cesur. Kechda uyga qaytirgansiz? Shundan keyin muhim bir operatsiya bor. Men bemorning ahvoli turaqlashmoqchi qaytolmayman. Yana qaytmamsiz? Sarman. Amma napa? Amzni nashta qilishni unutib qolmang, ha? Xotirjam bo'ling. Xo'sh. Xo'sh. Anas Sarman. Siz qiynalganingizga bir berib kelsangiz bo'ladi. Men? Siz o'tirib chiqsangiz-chi, ishlar tezroq hal bo'ldi. Men berknim qilmam. Siz berib qiynalganingizning nima o'ylaganligini bilib baxmamsiz. Sadi qanchalik joyil, qoyil qilib bulamdi yo'qchi. Qilamsiz? Ma'qul opa, sinab qo'ya. harakat qilish kerak. Voy,
Qo'shnim, yig'ingiz ketaman. O'zingizni asrang. Aysam, qanday ahvolimiz? Yaxshimi? Yaxshi. O'zingiz qanday tursiz? Yaxshi qaram. Unda. Ha, aka, yaxshimi? Qo'y, Aysam yaxshimi? Yaxshi turibsiz. Bundan turibsiz. Ha, aka, tushning tomoq yegin bor. Fikam, o'zing bilib bir nima qila. Ma'qul, endi qara, men toz o'qishdim, lag'ma aytay. Ha, bale. Aysam, sizning uchun tomoq aytaman deb avorib jurman. Men aytay, yili birga kiringlarchimi? Voy, rahmat. Voy, yaxshimi? Voy, bola. Tuyuqsiz kelib qoldingiz bu yerga. Bo'lmamda, dadamlar sizni yo'qlab keldi. Voy, rahmat. Sizlar paranglashinglar, men do'konga chiqay. Fikam. Asla kirgach turinglar. Hozirlik kirma, ha? Bo'ldi aka, bo'ldi. Ma'qul. Ammo mashina sizga so'g'atdi, unutib qolibdi. Nima so'g'atdi? Qarab boqay. Bu chiroyli gulguvar u. Hozir bir tal o'qidim birini. Tepib sap qo'ysam bo'g'day. Ama, bayqi ayol kim o? Voy, u Ayshamchu, mana quruq yuvish do'koni ochadigan qo'shnimiz. O'zi bek undan ayol, dadingizchu davomli tomoqlarni sunib turdi. Shu mush dadingizning beshini o'ngshab qo'ygan bo'lsam, men xotirjam bo'lardim, qizim. Ama, siz dadamı layiq tanıştırmoqchi bo'lyapsiz nima? Ey balam, bo'lsa shunda xoqasi bo'ladi. Shu dadingiz bu ishga yaqin yo'lamay turyapmamdi. Shu bayq ayol nima? Ay, Aysam bağı o'zi yolg'iz, bir tallam qizyapti. Uni qarmay yotliq qilib deb, hozir tikkandek qoldi edi, ha. Uning ustiga qozon beshig'i chivar, o'zi kelishimlik ayoldi. Hey, men mana uchun bir tashlik topay. Do'q topaychimi? Nima? Ayol kishi? Qiynatdingizmi? Va qo'shnisiga quruq yuvish do'koni ochgan. Ammo bek maqtab o'tirdi u ayolni. Ha, mundaqda. Ama, biroq bu dadam uchun xelbak yaqinchilik qilgan u ayol. Qarg'anda bu ayol odamga bosh og'riq qilib beramdi nima? Bosh og'rig'i? Appa, nima bosh og'riq debmagdak? Hey Berna. O ayol bağı qiynatыңызın pulun demese, nemish qildi qiyirganda to'y qilmadi? Undan emas-tu, xeyli yaxshi ayoldek qildi ko'rinishga. Berna qizim. Hozir bağı qara, odamlarning sirtiga qarab badagil bo'lmaydi. Ha? Qarg'anda Jasurning uyida yana bir mirosxo'r ko'paydiganda qilib. Nima? Ko'zing to'lg'an bilan yoshqa, ko'zing to'lg'an bilan yoshqa. Gelib kelgaymi ketganlar, ishing urg'an bilan toshqa, ishing urg'an bilan toshqa. Sağım şundoq kuyunidi ekan bu bola. Vaqti to'yini qilsangmi bu? Achchig'ing kelmoqda. Yaqay aka. Hozircha qilib o'tiramizmi? Tomoq qilmagan. Ben o'lib ketsammi, sen bu uydan bir qadam ayrilmaysan. Voy can, bu ne dedem? Oy, ben arlaşmayı ne koymuşlar? Durun.
Bo'lmasa, nashtangizni qipla. Of, dada, qusqum oshmidi. Nimada ishimni siqsa? Voy dada! Gumanda adabsizlik qilasiz. Adabsizlik qildimmi? Voy, acha! Hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her Tamақ yedің ма? Іштен түшдің ма? Қудың ба дегендің başka немеш қып бере әлідің? Ben bu toyunu kıldım. Bu eğir jükle kandak sana yükleyeleyme bulam. Doim akam bo'lgan bo'lsa, akamning to'g'ri. Qanday bo'lsa, men sizdan bolam bu. Burada. Ayya. Oğlanı mı yıkılamdı? Ha? Agar bu uy satsanglar, men uyga chiqdiman. Dada, Kulkam bilan uyimiz bizga yuramsa? Dadamning oldida bir xalt pul tashlab bersanglarmi, yana shu so'qmoq deb yashaydi. Cesur. Daha gözünüz açma. Apa! Gözüm doymaz, gönül kanmaz. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Ömür devam yetkeyimiz yükselen yaşaşka. Yükselen yaşaşka. Ömür devam yetkeyimiz yükselen yaşaşka. İnaklık gevheri kaldı kızbamı asraşka. İnaklık gevheri kaldı şit kızbamı asraşka. Yarındaşlar mı asraşka. Minnettar bol körgen her bir günündün. Rencişler dilimdin kapalmasın cay. Çilger gülnüm tikini birge. Güzel dur yüzüde dağ bulsun o ay. Çilger gülnüm tikini birge. Güzel dur yüzüne dağ bulsun o ay. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin. Özgermez hakikat hayat ve mamut. Her dilde memnunluk bulsun barşıge. Hiç kimge itibar kılmadan hayat. Kısmetler hemmige okşaşla qiyin. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Qanaat baxtdur, baxit qanaat. Esindin ketmisin shu oddiy savat.
qismatlar hammaga o'xshashla qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdir baxt qanoat esimdan ketmasin shu oddiy sabab esimdan